samovarlar yasaymiz. Faqir tog'ora, mana tandirga zonti, gazga zonti, pechka. Mashinalarni tunkasidan bundaqa tog'oralar yasaymiz. Oxir, qo'yga oxir, mollarga tog'ora o'qish tog'laganmiz. Endi o'sha paytda sharoit bo'lmaganmi? Endi qiziqish ko'proq mana shu temirchilikka bo'lgan. Pul mehnati, qo'lda ishlaymiz. Endi stenolarimiz ham bor, stenolarimiz ham bukadigan, egadigan, hammasi ruchnoy qo'lda ishlatamiz. Titanoviy samovarlarga qaynagani alohida o'tib turadi. Shuni orqasidan to'y qilyapmiz, mashina olyapmiz. Namangan viloyati Uychi tumanidamiz. Bu yerda mana shunday tunkasozlik bilan shug'ullanadigan Muhammadjon tog'ani ustaxonasi bor. Bu yerda 20 ga yaqin mahsulotlar ya'ni tayyorlanar ekan. Bu yerda ya'ni tunkalar, pechkalar, qozonlar, haligi har xilgi ixtirolarni ham topishingiz mumkin. 90-yil mana yerda selmas ochilgan. Ashyaga tunkasozlik ustalar kelgan. Aslında men zavodda ishlardim. O'shanda shogirdga tushganman. Qiziqishdan boshlangan. Men sekin-sekin rivojlantirib sohani. Ustalaringiz kim bo'lgan ustalaringiz? Ustalarim qirg'izistonlik bo'lgan, Erkin aka bo'lganlar. O'shalarga shogird tushganman. Asosan nimalar yasaysizlar bu yerda? Endi tunkadan bo'lgan mahsulot, samovarlar yasaymiz. Faqir tog'ora, mana tandirga zonti, gazga zonti, pechka, o'sha tunkadan bo'ladigan mahsulotlar yasaymiz ko'proq. Asxot chiqmaydi xullas bizdan. O'sha asxotlarni ham ilojini boricha ishlashga kichkina o'tkirak, bir mana nomzodigan bir nimalar yasashga harakat qilamiz, asxot chiqarmaslikka harakat qilamiz. Kaltalar mahsulotdan tayyorlaymiz bularni. Mana ular samovarlar. Ular endi masalan oilaga, masalan gapmat, mana ehson to'yga ishlatgani qulay, ixcham, ham narxi ham arzonroq. Kattalarga qaraganda 30 litrli. Qozonlar endi bularni biz kuymaymiz, buni olib kelib berishadi. Har xil, buni ham razmerlari bor, har turlari. Baq kelavering. Bular pechka, mana qishki sezonga apilka pechka, har xil pechkalar tayyorladik, endi hozir tugab qoldi. Xo'sh, bular o'sha samovarlar. 30 litrlisi bor, 60 litrga qarab har xil bor. Mana ular titanoviy samovarlarga qaynagani alohida o'tib turadi. Samovarning narxlari qanaqa? Samovarlar, xo'sh, buni eng kichkinalari 200 ming, 180 ming, 200 ming sotilyapti. Mana ular keladigan bo'lsa, bular juda qimmatroq. Bular titan va o'zi оборот bo'lib qaynaydigan. Mana ular o'sha 700 ming, 800 ming, vaqt o'sha 1 million, 1,5 million katta kichikligiga qarab pul o'zgaradi, ketaveradi. Mana ular ro'zg'orda ishlatadigan un solgani, guruch puli, shunaqa yem, shunaqa solib qo'ygani bachoklar. Un suv quysa ham bo'ladi, mana dushlarga, hammomlarga zanglamaydigan. Shunaqa. Ular asosan mana ular chiqqan chiqadigan-a? Endi o'sha atxot nimalardan o'tkirak, mana yemp, mana shunaqa so'g'onni bundaqa savollar yasaymiz. Mana turbalar ustiga bundaqa shapkalar yasaymiz, o'sha chiqadi atxotlardan. Endi hozir mana mashinalarni tunkasidan bundaqa tog'oralar yasaymiz. Oxir, qo'yga oxir, mollarga tog'ora, shunaqa yasaymiz. Shu endi asosiy. Qozon shu 22 litrdan 250 litrgacha bor. O'choqlar ham o'shanga mehnati, qo'lda ishlaymiz. Endi stenolarimiz ham bor, stenolarimiz ham bukadigan, egadigan, hammasi ruchnoy qo'lda ishlatamiz. Bunaqa bir haligi zamonaviy texnikamiz yo'q hali. Daromad qanaqa? Daromad endi yetib turibdi, mana shu oilamizga. Mashina orqasidan to'y qilyapmiz, mashina olyapmiz. Endi shu asosiy daromad. Oilaviy 2 ta farzand, 3 ta farzandim bor. Ikkala o'g'lim ham to'yda. Shogirdlar bor. Shogirdlar bilan mana shu ish qilyapmiz. O'qish xohlaganmiz-ku. Endi o'sha paytda sharoit bo'lmaganmi? Endi qiziqish ko'proq mana shu
temirchilikka bo'lgan. Shogirdlarimiz bor, hozir 7-sinf, 6-sinf bolalar bor. Maktabdan bo'shagandan keyin keladi. Endi qo'ldan kelgancha o'rgatyapmiz. Endi maqsad shularga ham bir qo'ldan hunar keltirish, usta qilib, o'zini o'zi ta'minlashda maqsad. Mahsulotlarni asosan bozordan olamiz. Sexlardan buni shuncha ishlab chiqarish sexlardan olamiz. Ular shunchalik hunarni berib qo'yibdi. Hammasi shuni orqasidan farzandlarim bilan birga mana shu yerda umrlab tirikchilik qilyapmiz. Necha yoshga kirdingiz? 56 ga kirdim-da. Tetik ekansiz. Aynan, Xudoga shukr ishlayapmiz. Hunari bor kishi hech qachon kam bo'lmaydi. Muhammadjon tog'a ham mana shu tunkachilik ortidan to'ylar qilibdi, uylar solibdi. O'g'illari va yoshlarni hunarga o'rgatibdi. Tog'aga kuch-quvvat tilaymiz. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.